Narxi 103 ming dollar tegachki, NDS bilan birga. Buni narxi 35 ming 500 dollar. Komplekt 138 ming 500 dollarga qo'lingizga tegadi. Alohida oladigan bo'lsangiz 39 ming dollar. Akalar, pastdagi telefon raqamlariga telefon qilsanglar, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Texnikamizda birinchi partiyamizda 10 ta dona kirdi. Nihoyat chakmalarimiz kirib keldi. X5430 soat kuchiga ega, VCI dvigatel bilan jihozlangan, 210 ta 8 ta gaz ballonga ega. Pnevma podushkada akalar, xolodilnik 360 gradus kamera, hamma to'liq komplektda full pozitsiyasi kirib kelgan. Pritsepimizda 29 kubali, 8,5 tonna o'zini vesi, podushkada 3 ta mosli, bittasi linchaka akalar. Akalar, mana texnikamizning salon qismiga kirib oldik. Elektronniy tabloda qancha rasxod qilyapsizlar, qancha gazinglar bor, hammasini berib turibdi. Yo'da, elektronniy monitor, 360 gradus kameralarimizgacha ishlab turibdi. Mana har xil rakursdan qilib ko'rsanglar bo'ladi. Ovozli boshqaruv ham mavjud. Bluetooth telefon qilsanglar bo'ladi. Klimat kontrol, mana shinellarni davleniyalarigacha ko'rsatib turadi. Hammasi yengil ishlayapti. Boshqaruv upravleniya paneli, rulimizda 12 pog'onali uzatmalar qutisi bilan jihozlangan, retarderlargacha bor. Bu yerda eng qizig'i akalar mana salon qismini salon qismiga adashib ketdim uzr. Xolodilniklar bilan jihozlashgan. Xolodilnikni upravleniyasi o'zingizlar issiq sovuq qilib mana shundan boshqarsanglar bo'ladi. Bu yerda mana o'zingizlar narsalar uchun joylashtirish uchun joy, bu yerda ikkita spalni, воздушный сиденье, shofyor uchun barcha qulayliklar yaratilgan.